Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını kirşanlarını qızğın qarşı alımız. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 21-ci əsrdəki Uyğur irqi qırğınçılığı degan temada 28 yanvar günü Zoom və Facebook'dan naq meydan tur söhbət yığını çağırıldı. Yığınğa Belgiya Avam Palatasının əsası Samuel Kokolatti, Avropa Parlamenti əsası Marketa Krogoriva, Avropa Birliği'de turuşluq Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin vəkili Məmtimin Əla, Xitayның Şərq Türkistan'daki cəza lageri şahidi Sayragul Savutbay, advokat, Uyğur irqi qırğınçılıq tədqiqatı mütəxəssisi Rodney Dixon, Newcastle Üniversitesi'nin Xitay tədqiqatı bölümünün oxuvchisi Johnny Sims Finley, cəzasızlıq bilan kürəş qilish təşkilatının başlığı Pier Antonio Panzeri, cəzasızlıq bilan kürəş qilish təşkilatının əzası Giacomo Bartolo qatnaşıdı. Belgiya Avam Palatasının əzası Samuel Kokolatti, Avropa Parlamenti əzası Marketa Krogoriva Xitayның Şərq Türkistan'daki Uyğur və başqa Türkiye millətlərə yürgüzətqan irqi qırğınçılığı haqqında toxtaldı. Advokat Rodney Dixon Uyğurlarga adalet elib kelish haqida so'zlaydi. Pier Antonio Panzeri yepilish so'zini qiladi. Yig'inga jazosizlik bilan kurash qilish tashkilotining a'zosi Giacomo Bartolo riyosatchilik qiladi. Zoomda italyancha va inglizcha tarjimasi mavjud. Türkiye vaqti soat 5dan 6gacha davomlashadi. EIN ayının 28 yanvar Londondan bergen xəbərə qaraganda Xalqara Parlamentlər İttifaqı Xitayның Uyğurlarga qarta irqi qırğınçılıq yürgüzüşüge şerik Xitay şirketlerini qara tizimlikka kirgizishni chaqiriq qildi. Avropa Birliği, Angliya, Hindiston, Avstraliya və Kanadadagi xalqaro partiya qonun chiqaruvchilar tori hökumətlərdən məbləğçilərni Şərq Türkistandagi Uyğur məcburi əmgəkiga chetishliq Xitay şirketleriga məbləğ silishdan to'sishga chaqirdi. Bu HSBC'nin Amerika Maliya Ministerligi qara tizimlikka kirgizgan Xitayning harbiy qism ishlab chiqarish qurilish shirkatida pay chekining barligi o'ttirg'i chiqqandan keyin yuz berdi. Ondan ortiq davlatga vakillik qilgan 35 qonun chiqaruvchi o'tgan hafta davlat halqaro parlamentlar ittifoqi tarafidan o'rinlashtirilib yo'llangan bir maktubda hukumatlarni Xitoyning Sharq Turkistondagi majburiy emgakiga chetishliq shirkatlarga mablag' solishni cheklagan bir qora tizimlik turg'izishga chaqiriq qildi. Yevropa parlamenti Xitoy vakillar unkining vakili Reinhard Bütikofer, parlamentlar ittifoqining a'zosi, Angliya Muhofizkor partiyasining sobiq rahbari Sirlan Duncan Sims, Avstraliya Emgak partiyasining parlament a'zosi Kimberly Kinching, Hindiston parlament a'zosi Sujit Kumar maktubga eng dastlabda imzo qo'ygan asosliq shaxslardan iborat. Bu maktub qonun turg'izuvchilarga munosabatlik moliya ministrlariga yo'llandi. Germaniya Yeşillar partiyasining millat vakili Reinhard Bütikofer cho'ng banklarning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa chetishliq shirkatlarga solgan mablag'ini ko'rmasga solsak bo'lmaydi. Agar majburiy emgakka chetishliq shirkatlarga bilib turib mablag' solayotgan bo'lsa, ulardan cho'qim uning hisobini so'rash kerak. Yalğız məcburi əmgəkdən işləb çıxılğan məhsullarning importini cheklab qolmay, bankalarning mablag' solishini cheklash lozim dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Şərq Türkistan xalqiga vakolatan qo'shni davlat Hindistonning dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Hindiston xalqining mustaqilligining 73 yilligini tabriklaydi. Hindiston va xalqiga huzur, tinchlik tilaydi. Hindiston bilan do'stlik va hamkorlik beg'ini kuchaytirishni umid qiladi. Mustaqillik biz bugun va'da qilgan vazifaning ruhiy moyitidir. Bu vazifa tarix va xalqqa va'da qilindi. Biz bu vazifani o'rindashga va'da qilganda iqtidorimizni joriy qildirish masalasi haqida ko'p o'ylandik. Natijada bizdagi qanoat va iymonning bizni muvaffaqiyat qozondiradiganligiga ishondik. Biz ishni mushundoq boshlagan insonlar. Biz izzat va shon-sharaf bilan yashashni xohlaydigan millat. Mustaqillik albatta siyosiy, pul muomala, iqtisod, adliya, harbiy va har jihatdan to'liq mustaqillikni ko'rsatadi. Men sanab o'tgan bularning birarasida mustaqillikdan mahrum qilish, millat va davlatning butkul mustaqilligidan mahrum qilishni ko'rsatadi, deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.